Qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi 2025-yilda olib borilgan qurilish nazorat ishlarining yakunlari bo'yicha axborot beradi. Assalomu alaykum. Joriy yil davomida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan 26804 ta qurilish obyektida qurilish montaj ishlari doimiy nazoratga olindi. Mazkur obyektlarda jami 370676 marotaba qurilish montaj ishlari bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazildi. Aniqlangan kamchilik va qoidabuzarliklarni bartaraf etish maqsadida hududiy inspeksiya xodimlari tomonidan 199679 ta yozma ko'rsatmalar berildi. Ularning ijrosi esa doimiy ravishda nazoratga olindi. Belgilangan muddatlarda bajarilmagan ko'rsatmalar sababli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99-moddasiga asosan 8244 ta ma'muriy chora qo'llanildi. Ushbu choralar qurilish sohasida intizomni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Qurilish normalariga zid holatlar bo'yicha jami 4295 ta qoidabuzarlik va majburiy buzilishlari orqali bartaraf etildi. Shuningdek, qurilish ishtirokchilari mualliflik va texnik nazorat qoidalarini buzganligi sababli 1160 ta ta'minotnoma, sifatsiz qurilish va materiallar ishlatilganligi sababli obyektlar bo'yicha esa 1605 ta ta'minotnoma tegishli organlarga kiritildi. Umuman olganda 2025-yilda davlat nazorati orqali qurilish sifati va xavfsizligi ustidan uzluksiz nazorat o'rnatildi. Aniqlangan barcha qoidabuzarliklar bartaraf etildi va kelgusida shaffof, sifatli va xavfsiz qurilish faoliyatini ta'minlash uchun mustahkam asos yaratildi.